Toshkentda kutilmagan voqea ro'y berdi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Toshkent shahri Shayxontohur tumanida joylashgan ko'p qavatli binodagi xonadonlardan birida yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, bugun 22-iyun kuni soat 13:00 da Toshkent shahri Shayxontohur tumani Ko'kchabir tor ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uylarning xonadonlaridan birida yong'in sodir bo'layotgani to'g'risida Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra, yong'in qutqaruv texnikalari aytilgan manzilga soat 13:09 da yetib borib, soat 13:12 da alanga bartaraf etilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, yong'in oqibatida jabrlanganlar yo'q. Hozirda yong'inning kelib chiqish sabablari, keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanayotgani ma'lum qilindi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.